Rastepto, kasallikning sababi mikroorganizm bo'lsa, undaqda operatsiyadan burun amal qilib mikroorganizmlarni o'ltirib etsak bo'g'idek. O'ylab beqinglar. Bentlangan jarohat jiringdimaydi, lekin bentlanmagan jarohat ig'izi jiringdaydi. Shundaq-ku, ha? Rost demisimi shundaq? Demak, bu gapcha avodagi mikroorganizmlarning ta'siri bilan jarohat jiringdaydi ekan. shundaq, Pasteurmi shundaq debdi. Emsi davolashda sinaq qilib baqayli. Shu chaqda Pasteur Fransiyaning Artoliya shahriga borgan edi. Artoliya uning tug'ilgan yurt edi. Pasteur savdogarlarning havolasi bilan qanday qilganda uzum harig'ini sutini o'zgartmay saqlag'ili bo'lganligi ustida tadqiq qilib o'tadi. U har xil sinoqlarni ep berib, oxir qizitishning birdan-bir yaxshi usul ekanligini bayqadi. Biroq qanday qilganda mikroorganizmlarni o'ltirib, uzum harig'idagi fermentlarni saqlab qolg'ili bo'ladi? Ha, buni qilish behtas. Gradusni o'rnatib, qaysi darajaga opagan muvofiqdir. Ha, tushundim. Mikroorganizmni o'ltira oladigan gradusni oxir topdim. Ha, tak obdan bo'pti. Gradusni 50-60 selsiyaga opirib, musha haroratni bir mezgil saqlaganda maqsadga yetkili bo'ladi. Bu tuvan temperaturada bir taraf qilish chorasi. Albatta, avval aroqning bilan boshqa saymonlarni yuyish kerak. Pasteur Angelique Sependidan xat keldi. Tashqi kasalliklar doktorima. Ha, u mening qoidam orqali bakteriyani o'ltirishning yangi usulini topganligini yozibdi. Yesning usuli bo'yicha 1 kilo suvga 10 gram hak kislotasi silindi. Operatsiya saymonlari bilan boshqa narsalarni shu eritmada yuyiladi. Doktorlar shuningda qo'llarini yuydi. Bu hak kislotasi purkash mashinasi. Aslida havoga mushundaq purkaydi ekanda. Biroq shu chaqlardagi Fransiya olimlari bakteriya o'ldirish usuliga ancha diqqat qilib ketmadi. Shunga meningcha operatsiyada ishlatiladigan saymonlar avval cho'qim o'tda qizdirilishi kerak. Qizdirilgandan keyin operatsiya saymonlaridagi ziyonli mikroorganizmlar kuyib tugaydi. Dadaning kesili ig'ir. yomonlikning besharti paketga aylandi. Pasteur yurti Artoliyaga bag'icha dadisi allaqachon. Dada. Shundan keyin bir yil o'tmayla Pasteur keyni-keyindan baxtsizlikka uchradi. U 4-qizi Camino bilan 2-qizi Shashinodan ayrildi. Ati-singil ikkisi kesili bilan o'lgan edi. Pasteurning badanining bir tarafi palash bo'lib qoldi. Salomatligingizda chatoq yo'qdi? Ansirma, muhimi tezroq javob tepish. Qandoq qilganda kasallikning oldini og'il bo'la. Pasteur vaboga giribdor bo'lgan to'qining badanidagi bakteriyani tadqiq qildi. Bu bakteriyalarning yashayotganiga necha hafta bo'ldi? Bu bakteriyalarni to'qiga ursa qanday bo'lar? To'qi darhol vabo bilan yuqumlanib o'lishi mumkin. Voy, to'q chig'ishib turibgan go. To'q tirikkan. Nemish o'lmagandi? Nechatda o'tib vabo bakteriyasi ojizlashib ketgan bo'lsa kerak? Yana bir sinaq qilaylik. Bu navbat yangi bakteriyani ishiltaylik. Boshqa to'qilog'imni urib baqaylik. Qiziq ish. Bir qitim bakteriya o'kil qilingan to'qi o'ldi. 2 qitim bakteriya o'kil qilingan to'qi o'lmadi. Nemish shundoq bo'ladi? Aras, ojiz mikroorganizm o'kil qilingan to'qi badanida immunitet paydo bo'ladigan o'xshaydi. Shunga badaniga yangi bakteriya kirsimi, to'qi qayta kasal bo'lmaydigan o'xshaydi. Shundoq qilib Pasteur qayta sinaq qilib 4 yil ichida uy hayvonlarida bo'ladigan vaboning oldini oladigan vaksinani muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Undaqda vaksina degan nima? Pasteur avval ozroq kasallik bakteriyasi urilsa, odamning kasal bo'lmaydiganligini bayqadi. U bu kasal bakteriyalarni kasallikning oldini olish to'g'risi o'rinda ishlatdi. Mana buni vaksina deymiz. Orqadan Pasteur yana nayt qo'rqinchli g'aljirlik kesilini tadqiq qildi. Odamni g'aljirt istishlab olsa, 2 haftadan keyin kasal bo'ladi.
Bakteriya mengiga o'tib ketsa, esni yo'qotib, eng oxiri o'latdi. Men shuningga hayron. G'aljir ishlarni har qancha tekshiribmi o'shalgaylarda mikroorganizm topolmadim. Shuning bilan Pasteur g'aljir ishlarning qinini tekshiribmi, hech qanday natijaga erishamadi. Masalan, g'aljir kesili nerv sistemasida paydo bo'ladi desak, masala mengda bo'lishi mumkin. Lekin o'lgan ishning mengisidanmi mikroorganizm tepilmadi. Bu ajablanarli emas edi, chunki g'aljir kesilini virus paydo qiladi. Uni odatdagi mikroskopda ko'rgili bo'lmaydi. Uning mohiyati elektronlik mikroskop orqali oxiri aniqlandi. Ukol qilinish natijasida ishlarning ba'zilari og'irdi, ba'zilari zotli og'irmadi. Qaraganda okulni teri ostiga ursak bo'g'dak. Nemishqa boshqacharoq usul bormi? Virusni ishning mengisi bevosita ursak bo'lganda qiladi. Virusni ishning mengisiga urishga bag'ri yumshoq Pasteurning qo'li bormadi. Shunga ukolni uning o'rnida yordamchisi urdi. Bir necha kundan keyin ishtirosdan g'aljir kesiliga giribdor bo'ldi. Orqadan Pasteur to'shqandan foydalanib g'aljir kesili vaksinasini tayyorladi. To'shqan o'lgandan keyin mikroorganizmni darhol uning badanidan elib olib, boshqa bir to'shqanning mengisiga urdi. Pasteur qayta ishlayverdi. Birinchi nomerlik to'shqan o'lib, 100-chi to'shqanga yetguncha oradan to'g'ri 3 yil vaqt ketdi. Pasteur g'aljir kesiliga giribdor bo'lgan to'shqanning zulini elib, uni aynak shishining ichida quritganda kasallik paydo qiluvchi bakteriyaning ojizlab ketadiganligini bayqadi. bo'lgan eng yangi Uyg'urcha ovozli nodir filmlarni ko'rmoqchi Pasteur bunday vaksinani sinov qilishni oxiri boshladi. Suzuk film to'g'ri qiradi. Emas hozir g'aljir kesili vaksinasini sinov qilishni boshlaylik. Film Pasteur vaksina urilgan va urilmagan ishlarga ayrim holda g'aljir kesili vaksinasini urdi. 2 hafta naydi tez o'tib ketdi. Vaksina urilgan ishlar kasal bo'lmadi. Orqadan Pasteur vaksina urilgan ishni g'aljir ish so'langan qafasga agirib qo'yib edi. G'aljir ish etilib berib, heliqi ishni taladi. Lekin talangan ish g'aljir kesiliga giribdor bo'lmadi. Pasteurning tadqiqoti oxir muvaffaqiyat qozondi. Hamda Fanlar akademiyasi buning to'g'riligini isbotladi. Lekin odam badanida qanday sinov qilib bo'ladi degan masala Pasteurni qiynaydi. Joseph Mister ismli 9 yoshli bir bolani g'aljir ishtishlag'ashqa Pasteurning yiniga elib kelishdi. Efendi xo'sh bo'p ketay, o'g'limni qutuldirib olsangiz, uni g'aljir ishtishlab oldi. Lekin texi odamlar ustida sinov qilib baxmadim. Sodigan ketay, biz shuncha vaqtdan sizga ishinib keldik, efendi. Bu Pasteur ishkilinib qoldi, chunki vaksina texi odam badanida sinov qilinib baxmagan edi. Men sizning tadqiqotingizni anglagan. Siz amal qilmasangiz bolam cho'qim o'ladi. Uningga vaksina uring, efendim, tez bo'ling. Bu balni bir amal qilib qutqazmasangiz. Men bilime. Emiz tezroq bo'lmamsiz. Ay vallahi o muvaffaq keldi. Lekin odamga muvaffaq keladimi? Kasal paydo qiladigan mikroorganizm okunni urib, kasal bo'g'icha 2 haftadan 1 oygacha vaqt ketadi. Lekin men 14 kunda unimga erishishim kerak. Bo'lmasa u bala. Hey Pasteur, g'aljir ishtishlab olgan bo'lsa, boshqa ahvol yuz bermagan taqdirdami kasal bo'lamdi? Albatta. Bo'pti, sinov qilib boqay. Efendi, Pasteur o'yrinib elib, Josephga intayin ojiz g'aljir kesili vaksinasini urdi. 14-kuni Pasteur bir qadar kuchli vaksinani urdi. Pasteur bola. Opa, men saqaydim. Pasteur. Joseph.
Efendim, Ah. balam saqaydı. Obdan bo'ldi. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu bola endi g'aljir kesilib bo'lmaydi. Efendim, sizga ko'p rahmat. Rahmat sizga. Takdir efendim. Ajab obdan bo'ldi. Sen saqaydın. O'smir Jozef hozir yaramliq yigit bo'lib qoldi. U pastirga bo'lgan rahmatini bildirish yuzidan keyin pastirning tajribaxonasida boshqaruvchi bo'ldi. Bu haqiqatanmi yaxshi bo'ldi. Ha, ishlar joyida. Çok yaxshi. Hozir tibabetchilikdek ilgirlab ketdi. Rost, chinzi. Biroq yangi bir dorini yasash haqiqatan oson emas. Qara, bu davolg'ichi hisoblash mashinasi. Anlasam, bu oilada ishlatilgan davolash uskuni ekan-ku. Ha, doktorxonada bir qatim badan tekshirsak, sonliq ma'lumotlar hisoblash mashinasida saqlanib turadi. Uyda turib, har xil ahvollarni bilib turg'ili bo'ladi. Qanday qishiydi-da? Bak aplik, kasallik ahvolini deb bilsang, hisoblash mashinasi qanday tadbir qo'llanish kerakligini sana deb beradi. Masalan, bemor qon berish kerak bo'lsa, uning qon tipi aniq bo'lsa, shu qonni mamlakatning har qaysi yeridan yetkazib beradi. Qaltisga. Balnisda yetish kerak bo'lsa, hisoblash mashinasi qaysi doktorxonada bo'sh karavot borligini sana deb beradi. Shundaqmi? Pastir to'g'risida bugun mishagichi so'zlay. Xo'sh, amisa, xo'sh.